Kuxnyaga moyka olayotganda shu narsalarga e'tibor bermasangiz, moykada idishlarni yuvib ulgutib berish olmaydi. Ko'p oshxonalarda standart o'lchamdagi moykalar o'rnatiladi. Natijada esa katta qozon va gastronom idishlar moykaga sig'maydi. Suv atrofga sachraydi. Pol doim ho'l bo'ladi. Bu esa ses nazorati uchun ham xavfli hisoblanadi. Xodimlar noqulay holatda ishlaydi, charchaydi va tezligini yo'qotadi. Bitta idishni yuvish uchun ketadigan vaqt 2 barobarga oshadi. Bu kichik muammodek ko'rinsa-da, lekin har kuni ishchilarning ish samaradorligini yo'qolishiga va ortiqcha energiya sarflashiga sabab bo'ladi. Shuning uchun moyka tanlayotganda standart o'lchamdagi emas, aynan siz foydalanadigan idish va qozoninglaringizda o'lchamiga moslab, individual loyiha asosida buyurtma qilish kerak. Fayz Nechika korxonasida moykalar mijoz xohishiga qarab, uzunligi, eni, chuqurligi 1, 2, 3 yoki 4 bo'limli ehtiyojingizga qarab, yuqori sifatli nержавейкада tayyorlanadi. Ses talablariga to'liq javob beradi. Undan tashqari 1 yillik yozma kafolat beriladi. 15 yil ichida Kekla, Belisimo Pizza, Artel kabi O'zbekistondagi yirik kompaniyalarga nержавейка jihozlarini yetkazib berganmiz. Agar sizga ham sifatli va individual o'lchamdagi nержавейка jihozlari kerak bo'lsa, Fayz nержавейкаga murojaat qiling.